Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 9-iyul kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 16 so'mga pastlab, 1 AQSh dollari 12.004 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.200.475 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 42 so'mga pastlab, 1 yevro 13.691 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.369.142 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0.53 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 157 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 157.110 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0.08 so'mga ko'tarilib, 1 qozoq tangasi 25 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 25.650 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, Rossiya rubl kursi hamda qozoq tanga kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib, kommentariyalarda o'z iliq fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. E'tiboringiz uchun barchangizga kattakon rahmat aytib qolamiz.